Azizbek hammasi yaxshi bo'ladi. Siz har kuni ovqat tanlab, injiqlik qilib, noshukrlik qilayotganingizda Azizbek hattoki oddiy yumshoq sho'rvani ham icha olmayapti. Ko'ryapsizmi? Tilini u zudlik bilan Hindistonga jo'natishimiz kerak. Operatsiya qilmasak Azizbek juda qiynalyapti. Azizbek Samarqand Narpaydan. Otasi yo'q. Taktugi bilan yo'qib ketgan. Onaizor farzand uchun bormagan joyi qolmagan. Keling, mana shu Azizbek sizga o'xshab mazza qilib oshlarni, ovqatlarni yeyishligida sababchi bo'ling. Hurmatli Saxovoy, Tesha xalqimiz, iltimos sizlardan shu bolam yaxshi bo'lib ketishi uchun qo'llaringizdan kelgancha yordam beringizlar. Azizbek, eng katta orzuying. Tilim opa olib ketsin. Jonim meni, bo'l, opa bo'lar. Xo'p, asalim. Murojaat ko'pligidan biz 3 ta oilani olib chiqganmiz. Bitta Samarqand, bitta Xorazm, bitta Qo'qon. Kelinglar aziz vatandoshlar. Birinchi bo'lib videoga like bosasiz, kommentariyaga bularning haqqiga duo qilasiz va saxovat peshalarini chorlaysiz va videoni yuzlab odamlarga yuborib qo'yasiz. Qo'yilgan kartalarimiz har doimgidek Shavkatbek Zulfiqarov, Mohira To'xtaxonova chiqmasa ismlari, pul tashamang. Firibgarlarga aldanib qolmang. Aziz vatandoshlar, har safar videoni oxirigacha ko'ring deyman. Videoni ko'ryapsiz, kartalarga pul tashashga harakat qilib ko'ryapsiz. Limit degan narsa bor. Mabodo pul sola olmayapsizmi? Kechasi 12:00 ga harakat qiling. Iltimos 5 ming, 10 minglik mayda summalar bilan limit to'ldirib qo'ymang, chunki 3 ta oilaga 60 ming dollardan oshib pul yig'ishimiz kerak. Iltimos. Yaxshimisan qizim? Va alaykum assalom. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p, asalim. Assalomu alaykum. Xalqim, sizlardan yordam so'rab chiqdim. Qizim uchun hamma narsamni sotib 2 oy bo'ldi Hindistondamiz. Yana 5-6 oy qolishimiz kerak. Hozir yurolmaydi. Shularga terapiyalarni olyapti. Ularga borish qiyin bo'ldi. O'qishdan ketib qolibdi. Rahim yo'g'imda. Iltimos yordam beringlar shu qizimni tuzalish uchun. Nilufar qizim, Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi, xo'p? Xalqimni duo qilib turasan, xalqim sen uchun kurashadi, xo'p qizim? Aziz vatandoshlar, mana 1,5 yildan beri ehson bilan shug'ullanayotgan bo'lsak, hamma viloyatlarga bordik, bitta Buxoro bilan Xorazmga bora olmagandik. Xorazmda bir opamiz qizi oqqon kasalligiga o'xshagan kasallik bilan Hindistonga 45 ming dollar yig'ishib, hamma yo'lni sotib borishgan, lekin u yoqda bemor bo'lib qolib ketgan. Hozir lechina qilishga umuman puli qolmagan. Imkon qadar shu xorazmliklarga ham qo'limizdan kelgancha yordamda, podeshkada bo'lsak juda ham yaxshi bo'ladi.